Hayvanlar qo'rqi. George Orwell. 2. bab. 3 gündən keyin qeri mayor jimjitqina məngülük uyquga ketdi. O, bağның oyman bir yerige dəfn qılındı. Mart ayının başları idi. Keyinki 3 ayda məxfi hərəkətlər əvc aldı. Mayorның nutqi qorodiki hoşyarraq hayvanlarga tamamen özgeç hayat qarşını bəxş etken idi. Ular mayor aytqan isyanның qaçan bolduğanlığını bilmeydi. Biroq ular hamını bir kuni çoqum boladigan inqilabqa tayyorlik qilib turish kerakligiga shaksiz ishonatdi. Başqa hayvanlarni tarbiyalash va tashkillash ishi tabiiy holda hayvanlarning ichida eng uqumishliq deb qaraladigan cho'shqining zimmasiga tushdi. Cho'shqilarning eng munavvar bo'lganlaridan Sinowobil va Napoleon deb ataladigan 2 yosh qavan bar edi. Jones efendi ularni setish uchun obdan burdavatdi. Napoleon bir şair neslidan bulup taxtur qusurlik va tembel idi. U köz nesli bo'yicha qo'ruqda birdan bir sanaladi. U gap qilmaydi. Köp gap qilmaydi. Amma uning maqsadiga yetmoqchi bo'ldi qilmaydigan mijazi hammaga ayon edi. Napoleonga selishtirganda Snowball tetik, sözmən, parasetlik bolsumu, köpçilik uni temkin emas deyişetdi. Qoruqdaki başqa qavallar soyuş üçün bordilatdi. Bulardan skaler deb atıladigan pakar, semiz biri dаңlıq idi. Uning eňekleri dügülek, közleri parqıraq, hareketi çebdes, avazi yangraq idi. U karamet gepten bulup, birer qiyin meseleni delillemekçi bolsa, her tarafki çapçıp, quyruğunu toxtumay işpanlatatdi. Nemişqudur bu usul xilali ünümlük bulup çıqatdi. Başqalar skaler haqqida gep bolganda, uni qarını aqqilib görstələydi deyişetdi. U üç çoşqa qeri mayorның ügütlerini mükemmel bir ideya sistemisiga aylandırdı. Bu meslekni ular hayvanizm deb ataşdı. Ular həftisiga bir neçə axşam Jones efendi uyquga ketgende açlıq ambirida məxfi yığılış ötküzüb, başqa hayvanlarga hayvanizmning prinsiplerini təşviq qildi. Dəsləbdə cahilana, soğuq muamelaga uçurdu. Bəzi hayvanlar Jones efendiga sadaqatmənlik bildirish məcburiyyətimiz var deyişdi. Ular Jones efendini xo'jayin deb söz aytdi. Bəzi hayvanlarning aytqanlari ajoyib sodda bo'lib, bizni Jones efendi baqqan, u o'lsa bizmi muqarrar holda och qilib o'limiz degandek gaplarni qilishadi. Ba'zilar hatto biz o'lgandan keyin yuz beradigan ishlarga nemancha ko'ngil bo'lib ketamiz? İsyan baribir yuz bergan ekan, ortiqcha javob nima qilamiz? deb so'rashdi. Üç qavan hayvanizmning ruhiga zid bundaq savollarga javob berish uchun jiq kuch sarf qilishdi. Eng hamoqat savollarni Aqbaytal Molli so'radi. U Snowball'dan tunji bo'lib, isyandan keyin menga qand berilamdi deb so'radi. Yo'q, dedi Snowball temkinlik bilan. Qo'rqimizda qand yasaydigan aslaha yo'q. Uning ustiga qandni nim qilatding? Sana lazım bo'lgan sulu, arpa degan narsalar vaqti kelganda eshib turdi. Əmsə yalimga lentichiga alamdim. Yo'ldosh, dedi Snowball. Sening yaringdan chiqmaydigan ashu lenta amaliyotda qulluqning belgisi. Acaba erkinlik lentidan muhim emasmi? Molly qo'shilganligini bildirdi. Lekin ancha qoyil bo'lmagandek ko'rinatdi. Qavallar yana köndürülgen qağım Mossey'nin iğvalarına qarşı japalıq köreşlerini qıldı. Mosses Jones efendinin yaxşı gördüğün ermeki idi.
u məxsus casusluq qılatdı və iğva tarqıtatdı. Әмма u толымы гәптан еді. Оның deyişçə, Kempit tağ deyiladigan sırlıq bir yer bulup, hayvanlar ölgəndən keyin şu yerə ketermiş. Mosesning aytishicha, bu sirliq yer osmondagi bulutlarning keyindili ekan. Kempit tağning barliq kunlari yakshanbadan iborat bo'lib, bedillari yil bo'yi yashirib turdi ekan. Daraxtlarda chaqmoq qand va kandir pechenisi bo'ladi ekan. Hayvanlar Mosesdan bezar edi. Chunki u hadisila emgak qilmay, yolg'on gaplarni qilib yuratdi. Kempit tağning barliqiga ishonadigan ba'zi ahmaq hayvonlarning barliqini chetga qoqqili bo'lmaydi. Bundaq yo'qolan gaplarni ag'dirish uchun uch qavanning qilmag'ini qolmadi. Bokser bilan Kilover uch qavanning eng sadoqatman muxlisi edi. Bu ikkisi birer ishga yo'liqsa, tegi yetmay qo'ymaydi. Ular uch qavanni pir tutgan ekan. Ularning aytqanlarini obdan azm qilmasi bo'lmaydi va tushunganlarini ommabop yo'l bilan boshqalarga yetkazmasi bo'lmaydi. Bu ikki ot har qanday yig'ilishda hozir edi. Yig'in oxirida qoida bo'yicha aytiladigan Angliya jonivorlari degan xorni boshlamchi bo'lib o'qiydi. Vaziyat tasodifen mundaq bo'ldi. İsyan oxiri yuz berdi. Balki parazdikidan xilili baldur va oson yuz berdi. O'tmish yillarda Jonas efendi bexil xo'jayin deb sanalgan bo'lsa-mu, ammo qo'lidan ish kelatdi. Keyingi yillarda taqdir uningga o'ng ko'zi bilan qarab ketmadi. U bir qatimliq da'voda yengilib qilib, ziyon tortgandan keyin tushkunlashib, aroqkash bo'lib ketdi. Bir mezgil u oshxonadagi 18-asrga taalluq ko'ni uylanchiklik o'rindiqida o'ltirib, giz ko'rish, aroq ichish va andisanda molliga pivoga chilangan bolkovoqlarni berish bilan kun o'tkazgan bo'lib qoldi. U yollagan ishchilar bekor talablashib, qo'ypayli yomonlashib ketdi. Etizlarni yovchib bosdi. Qo'tallar xarob bo'ldi. Daraxt va qashalar tashlanib ketdi. Hayvonlar och to'q qoldi. O'rma mezgilimi yetib keldi. Yuyundirish bayrami 6-oyning 24-kunning arifsidagi bir shanba kuni Jonas efendi Wellingtondagi qizil shir qavqiga berib, bo'lishig'i ichib, yakshanba kuni tushdi qaytib keldi. Ishlamchilar attigandila sutni sig'ib o'tib, hayvonlarning yemini bermasdilla toshqan ovlig'iga ketishdi. Jonas efendi qaytib kelibla mehmonxonadagi divanda Dünya xabarlari degan gizni yuziga yepib uyquga ketdi. Shuning bilan qorong'u tushguncha hech kim hayvonlarning holidan xabar olmadi. Oxiri hayvonlarning qo'rsiq ichib chiday olmay qoldi. Bir inek munguzlar bilan yem-xashak ombirining eshigini ochdi. Hayvonlar o'pir-to'pir kirishib, yeydigan narsalarni tepib yeyishga boshladi. Dal shu vaqtda Jonas efendi uyg'ondi. Hayal o'tmay u 4 ishlamchisi bilan birga yetib kelib, qamchisi bilan hayvonlarni udul kelgancha savaşqa boshladi. Aslida ochliqdan taqat qilmagan hayvonlarning savr qachisi toshdi. Hayvonlar buningdan burun kelishib olmagan bo'lsa-mu, hammasi birdakla rahimsiz xo'jayinga shiddat bilan etildi. Jonas va uning malaylari kalkundak hujum ichida qolganligini his qilishdi. Vaziyatning tizgini Jonas efendilarning qo'lida emas edi. Hayvonlar hech qachon bunday qilishmagan edi. Jonas efendi xohlagancha qamchi urush va boshqa qiynashlari bilan hayvonlarni ko'ndirib kelgan edi. Hayvonlarning bu ushtumtut qo'zg'ilishidan Jonas efendi uduqib elishib qolayli dedi. Azroq o'tgandan keyin Jonaslar o'zlarini qo'g'dashdan yaltib tikib etishdi. Jonaslar cho'ng yo'lga tutishadigan aru yo'lda jinining barish qachatdi. Hayvonlar qo'g'laydi. Jonas xonim yataq o'yining derisidan bo'layotgan ahvollarni ko'rib, pulga yaraydigan narsalarni alman-talman so'ngisi qachilab, boshqa bir yo'l orqali qochib ketdi. Moses qo'ndoqdan o'rlab, qanotlarini paqildatib, Jonas xonimga agishib qaqildidi. Hayvonlar Jonas efendi va uning malaylarini cho'ng yo'lgacha surtoqay qilib, 5 taqoqliq cho'ng darvozani jaloq qilib etdi. Shundoq qilib, ular nemish bo'lganini anqirib bo'lg'ichla hayvonlarning isyoni g'albiga erishdi.
Jonas qoğlandı. Qoruq hayvanlara qaldı. Hayvanlar başta təleyinin bundaq ondan kelgini işinelmey qilishdi. Ular qoruqda adamlar qaldımı yo'q deganini bilish uchun tunji qadamda bütün qoruqni tintib chiqishdi. Andın qasirlarga berib, Jonasning hukmronligidan qolgan nafratlik izlarini tozalashdi. Atxananing bulunidagi jabduq uyning eshigi ochildi. Yugan, chulvur, zanjir qatorliq narsalar, shundaqla Jonas apandi qo'y va cho'shqalarni pichqanda ishlatadigan yovuz tig'lar quduqqa tashlandi. Arg'amcha, no'xta, ko'z tengiq, to'ra degandek hayvonlarning izzatiga muxolif narsalar qo'roqda ko'yayotgan axlat dövsiga tashlandi. Qamchilarning oqibati ashundoq bo'ldi. Hayvonlar yalqonni ko'yayotgan qamchilarga qarab tantana qilishdi. Bozor kunlari atlarning yali va quyruqlariga chigilgan lentlarni Snowball o'tqa tashlab etdi. Lentimi xuddi insonlarning kiyimiga o'xshash, insonlardan derak beradigan narsa, dedi u. Hayvon degan yalang'och bo'lishi lozim. Bokser bu gapni anglab, tomizda quloqqa chivin kirishdan saqlaydigan chiq qalpoqni selib o'tqa tashlab etdi. Hayvonlar Jonas apandini esiga soladigan har qanday narsani o'tqa tashlab, hash-pash deguncha ko'zdan yo'q qildi. Arqadan Napoleon yem-xashak ambiriga ko'pchilikni boshlab kirib, har biriga 2 ulushdan yem-xashak oldirdi. Her bir et 2 pecheniga erishdi. Oxirida ular Angliya jonivorlari degan xorni 7 qatim to'lab, ondan aram elishdi. Bu oqshom ular shundoq rohat uxladiki, ular bundoq uxlab boqmagan edi. Ular burunqidekla sahar uyg'onishdi. Tunigunki cho'ng xushalliqni to'satdan yodiga elishib, o'tloqqa yugurishdi. Bir do'ng bo'lib, bu yerdan qo'riqning yerimini degidek ko'rgili bo'ladi. Hayvonlar döngə chiqib, süzük tang nurida har tarafga qarashatdi. Shundoq, ular ko'ralganlik narsa ularning bo'ldi. Buning xushalliqida ular döngni necha martam aylanib chiqdi. Tinmay sakrab, shodiyona kayfiyatga g'arq bo'lishdi. Ular tang shabnamlarga chumgan dalada ig'inaytdi. Yozning mazalik cho'plarining yumron uchlarini qovuzlarga to'ldirib turib, huzurlanib chaynaytdi. Yerini tepishlab, to'pi to'zitib, tuproqning xushburqidan zo'q alatdi. Keyin ular bütün qo'riqni kezib, terilg'u yerlarga, yem-xashak etizlariga, bog'larga, ko'llarga, daraxtzorliqqa cho'nqur esat bilan qarashdi. Ular ko'z oldidagi bu narsalarni burun ko'rib boqmagandek edi. Shu topning o'zidimi bu narsalarning o'zlariga mansub bo'lganiga ishonolmagandek qiladi. Ular sap bo'lib turalg'ulara qaytishdi. Xo'jayinning uyining oldiga kelganda, o'rinlarda qetib turishganicha zuvan surishmadi. Uy, gerçi ularning bo'lgan bo'lsa-mu, ichiga kirishdan tap tortdi. Bir pas o'tgandan keyin Snowball bilan Napoleon uyining eshigini turtib ochdi-da, hayvonlar bir-birlab uyga kirishdi. Ular xuddi birarsini cho'yishib qo'yishdan ansirgandek qadamlarini avaylab elishatdi. Ular putining uchida dassab uydan uyga kirishatdi. Pichirlab gap qilishatdi. Uydagi hashamatlik saramjonlarga ayminib qarashatdi. Karavatdagi mamuq yotgan, karavatning yanidagi girim ustili, at yali yepilgan divan, yerdagi biosil gilamlari, ayol podsha Viktoriyaning tam o'choqning ustiga esilgan rasmi ularning nazaridan bir-birlab o'tdi. Palampaydan tushganda ular Mollining yo'qab ketganini bayqadi. Ba'zilar uni ustiga chiqib izladi, uning chiroyli bezilgan o'jirda turganligini ko'rdi. Molli Jonas xonimning girim ustildan bir ko'klentini ilib, mo'rsiga to'g'lab aynakka qaraganicha o'z-o'zin hamoqatlarcha suyunib turmoqda edi. Hayvonlar Mollini qattiq ayblab yenib chiqishdi. Ular oshxonaga esib qo'yilgan bir qancha tal surlangan cho'shqisini elib chiqib, ko'metmoqchi bo'lishdi. Bokser qachoyish uydagi pivo kupini tepib chiqib etdi. Hayvonlar uydagi boshqa narsalarga chaqilmay, xo'jayinning uyini astiraq qilib saqlab qolishni qaror qilishdi. Ko'pchilik har qanday hayvon zoti bu uyda tursa bo'lmaydi degan qarorga birda qo'shilishdi.
Naştadan keyin Snowball bilen Napoleon köpçülikni yığdı. "Yoldaşlar," dedi Snowball. "Hazır saat 6:20 boldy. Biz bütün bir gün işleşimiz gerek. Bugün otçöp orumuz. Bu yerde diqqat kılgan ýene bir işim bar." Ataman çoşkularının aşkarlaşça, ular 3 aydan beri bir konu kitapını kötürüp yürüp, savatını çıkarıp demiş. Bu kitap aslida Jonas Efendi'nin balalarının bulup, bayla otuq taşlatilgen iken. Napoleon qol astydakilerini bir neçe çilek aq we qara sir ekilişki buyruk qıldy da köpçülikni başlap 5 taqaqlyk darwaza tarap qarap maňdy. Şunun bilen Snowball onun heti çyraylyk edi. Bir çötken aldı. Putlarynyň tizi bilen qysyp tutup, darwazaky qoruk firmasi diýen hatny öçürüp, hayvanlar qoruqy diýen hatny ýazdy. Şunundan itibaran bu konu diqqançylyk meýdany ýeni nam bilen atyldygan boldy. Bu iş tügegenden keyin köpçülik turalgyga gaýtdy. Snowball bilen Napoleon qol astydakilerge şota ekeldirdi we şotyny açlyk ambyrynyň temigi ýölep goýdy. Ataman çoşkularının şerhleşçe 3 aylık ciddi ögünüş arkalık ular hayvanizm prinsiplerini 7 mizanga ıqçallaştırıp demiş. Bu mizan tamғы ezip koyulgandan keyin özgermez kanunga aylanıp hayvanlar qoruqdaki barlyk hayvanlar uni ebedi ölçem qilish kerak ekan. Snowball şotuq avaylap çıkıp işini başladı. Bir çoşkunyň şotuda tamponyny saklap duruşy asan emes. Skader sır çelikini kötürüp turup bir neçe baldak tövende turatdy. Mizan vazlin yaltılgan tamga ak sır bilen yoğan qılıp ýazylgaçka 30 qadam neridinmi inik görgül bolatdy. 7 mizan. 1. 2 puty bilen maňadyganlarynyň hemmisi bizniň düşmenimiz. 2. Çahar paylar, uçar kanatlarynyň hemmisi bizniň dostumuz. 3. Hayvanlarının kiyim keçigi yol koyulmaydı. 4. Hayvanlarının karvat toxlaşıga yol koyulmaydı. 5. Hayvanlarının arak içige yol koyulmaydı. 6. Hayvanlarını öldürüşige yol koyulmaydı. 7. Barça hayvan baraber. Xatlar intayin retlik yazılgan idi. Fakat friend, dost degen söz friend dep hata yazılıp kalgan idi. Yana bir yerdeki S herifi tätürsige S yazılıp kalgan bulup, başka yerler doğru yazılgan idi. Snowball mezallarını üllük okup beribdi, başka hayvanlar başları lığıştip tamamen koşulduğanlıqını bildirişdi. Ularının arasındaki akıllıqları 7 mizanını yadırılışqa kirişdi. Yoldaşlar, dedi Snowball koludaki çötkünü taşlap vaqırgınınca. Ämdi ot çöp etizlarga baraylı. Ot çöplerini Jonaslardan çaqqarak ýygysdyrmasak bolmaydy. Bu bizning şan şerpimiz bilen münasebetlik zor iş. 3 inek heli burulla bir aram görünüşki başlığa idi. Ular möörep aram bermeýdi. Bir keç gündüzdün biri ularning sütü ýygylyp, ýelelleri çyňkylyp, ýerlep gitäý diýen idi. Ataman çoşkular bu ahwalyň dogrusyda oýlaşyp, qol astykilerge çilek ekeldirdi we sütüni eplep siğap aldy. Oýlumga ýerden çoşkularnyň süt siğişga epi bar çykyp kaldy. 5 digiçe köpüklenip durgan 5 çilek qaymaklyk süt täýär boldy. Başka hayvanlar sütke iştiýak bilen garaşdy. Bu sütlerini qandak qilimiz? Dep sorady biri. Jonas Efendi ozuq-tülüklerimizge az süt arlaşdırıp beretdi, dedi bir mekyan. Yoldaşlar, hazırça sütün gipini koyup duraylı, dedi Napoleon varqırap. O süt çelikinin aldığı geldi. Bu iş çokum yaxşı bir tarap kılınıdı. Şu tapta orma texim muhim. Yoldaş Snowball'nın yetekçilikide atılınlar. Men keyninglardylla yetip baraman. Qani, yoldaşlar, alga. Ot çöpler sizlerini kütüp durwatydy. Hayvanlar sep bolup tizilip, etizig berip, ormunu başlap etdi. Ular kechqurun qaytyp kelip, sütüniň ýokalganlygyny baýkaşdy.